Assalomu alaykum. Viloyat hokimi Adis Boboyev Ishtixon tumanining olis hududlaridan biri yillar davomida e'tibordan chetda qolib kelgan Bo'yto'pi mahallasidagi Pitov qishlog'i aholisi bilan uchrashdi. Muloqot davomida fuqarolar elektr tarmoqlarini yangilash, eskirgan simyog'ochlarni almashtirish hamda elektr ta'minotini yaxshilash bo'yicha murojaat qildilar. Transformatorimizni kuchlanishini bir qarta katta orttirishimiz kerak. Transformatorlarni hammasini bir ko'rib chiqinglar. Transformator birinchi o'chir. Transformator qilmasak bo'lmaydi-da. Bu yerda hamma boshqarmalar kelgan, elektr ham bor, suv ham bor, yo'l ham bor, hammasini olib kelganman. Hozir hammasi mana kelib ko'radi. Yo'lini qilmasak bo'lmas ekan, yo'ldan yurib bo'lmaydi. Juda ham ahvol chatoq ekan. Yo'lni boshlaymizlar. Shundan so'ng viloyat hokimi va mutasaddilar qishloqdagi ikkinchi son oilaviy poliklinikasi filialida bo'lib, muassasadagi elektron poliklinika tizimi faoliyati hamda bemorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlarni ko'zdan kechirdilar. Uyda yotoqlardan tez xabar olish kerak-da bulardan, kasallardan. Borib hech bo'lmasa bir hol-ahvol so'rab, kelib bunda yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi, mana bizda bor deb yaxshi gapirsangiz, o'shani o'zi davo o'zi. Shuningdek, Pitov qishlog'i aholisining ichimlik suvi bilan ta'minlash holati ham o'rganildi. Ichimlik suvi bilan bog'liq muammoni hal etish yuzasidan tegishli tashkilotlar rahbarlariga aniq topshiriqlar berildi. Shuningdek, aholi tomonidan qo'shimcha maktabgacha ta'lim muassasasini barpo etish bo'yicha bildirilgan murojaat ham ijobiy hal etilishi ma'lum qilindi. Maktab shu joyga joylashgan, demak xalqqa shu joy ma'qul, markaz bu, shundaymi? Mana kasalxona ham shu yerga ekan. Bitta shu yerda bog'cha yetmayapti-da. Xalq nima desa shu. Sizlar nima desangizda, qayerdan desangizda shunday qilamiz. Bitta bog'cha qilmasak bo'lmas ekan. Bu yerda bitta bog'cha kerak. Mahallada elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida shu kunning o'zida 30 ta temir beton simyog'ochlar yetkazilib, tarmoqlarni yangilashga kirishildi. Viloyat rahbari Pitov mahallasi bilan qo'shni bo'lgan Kattaqo'rg'on tumanining Sebiston mahallasi raisi bilan ham muloqotda bo'ldi. Ushbu hududda ham qo'shimcha maktab binosi qurilishi, yo'lni ta'mirlash, aloqa va internet sifatini yaxshilash kabi bir qator masalalarni hal etish yuzasidan mas'ullarga topshiriqlar berildi. Kompaniyalarga aytasiz, hozir borgandan keyin aloqaga tez telefonni hal qilib berishimiz kerak bo'ladi. Bularga ham internet kerak, bular ham foydalanish kerak, yoshlar internetdan foydalansin. Gaplashish kerak bir-biri bilan, qarindoshi bilan. Qaranglar, hozir telefonsiz hayot yo'q-ku unaqa narsa. Zarband mahallasi nuroniylari bilan uchrashuvda Go'zalkent qishlog'ida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yangi bino qurish yuzasidan bildirilgan murojaatlar ham viloyat hokimi tomonidan nazoratga olinadigan bo'ldi. Birinchi sinf bolasini 6 kilometrga qanday qilib yuboradi? Yomg'iri bor, qori bor, sovug'i bor, shamoli bor, to'g'rimi? Avtobus qo'yib tashiydigan qilamiz, Qo'shrobodga o'xshagan, yoki bo'lmasa o'sha boshlang'ich sinfni ochishni ovoz beramiz. Yakunda mutasaddilarga topshiriqlar berilib, ularning ijrosi qat'iy nazoratga olinishi ta'kidlandi.